Assalomu alaykum bolalar, barchangizga nima gaplar, kayfiyatlar yaxshimi? Xudo xolasi inshaalloh yaqinda bolalar 100 ga bo'lamiz. Ozgina qoldi, jichcha faqat obuna bo'lib qo'yib ko'ringlar, iltimos sizlardan bolalar. UC servislarimiz, Telegram, Instagram kanallarimiz shu yerda turibdi. Bemalol Telegram, Instagramimizga ulanib qo'yaverasizlar. Shu video zaps qilinayotgan, azurishga qilinayotgan paytlarni shundoq jichcha qilib istoriyalarga, Telegramlarga urib turamiz bolalar, ko'rib boraverasizlar xullas. Reklama takliflari uchun mana bu lichkalarga yozaverasizlar. Hammaga katta rahmat. Videoga ketdik. Bugun biz dunyodagi eng ajoyib tajribalarni olib boramiz. Masalan, lava muzga qarshi. Sef lavaga qarshi. Soatga qarshi tosh. Havo varragiga qarshi papugay Mavrik. Mavrik menman. Qar. Mana shu joyda videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Ozgina qoldi 100 mingtaga bolalar, hissalaring qo'shib qo'yasizlar. Rahmat. Lava muzqaymoqqa qarshi. Endi biz Avrik bilan lavani u yerga olib boramiz. Yomonlik bilan tugamasa bo'ldi-da. Yaxshi, endi u yerga olib boramiz. Sekin qo'ying. Bum! Lavani bu yerga olib kelishni uddaladik. Yaxshi. Endi muzqaymoqning ichiga lava quyamiz. Bu juda zo'r bo'ladi. Nega marojniy yonyapti? Endi lava Legoga qarshi. Ko'ramiz endi qancha turib bera olar ekan bu Lego lavaga qarshi. Yonib ketadi. Will Smith rozi bo'lardi. Bilasizlarmi yana nima yoqadi menga? Aytinglarchi. Sabashka shuka yutsi. Ha, to'g'ri. Yonib ketdi. Yonyapti. U ham yonib ketdi. Surnakka qarshi chili. Qani cholcha? Bo'ldi, chili solamiz. Menga bu Mavrik ustuvosh ko'proq yoqadi. Doktorga qarshi olma. Bo'ldi. Menimcha doktorga olma kerak emas. Bu har ehtimolga qarshi. Tegdi. UMG menga qarshi. Video uchun otlarni topdingizmi? Ha, otlar orqada. Ey, tushundingmi? Sen quyoshga juda ham ko'p qarab tursan, menimcha seni ko'zlaring. Chris oynaga qarshi. Juda ham chiroylisan. Endi sen kun bo'yi menga qarab turasan. Menimcha juda ham xunukman. Lava isitgichga qarshi. Unga sendvich soldim, endi isitish kerak. Menimcha sendvich yonib ketdi. Mani sendvichim. Lava telefonga qarshi. Yaxshi, endi bunga telefon qilmang. Qani qo'ying. Uni oynasi yonyapti. Endi biz fobiyalardan qo'rqmasak ham bo'ladi. Biz uni yo'qotdik. Chandler axlatga qarshi. Tualet qilib qopti, ochkichni over. Ochqich tushib ketdi. Lava steakga qarshi. Qaysi steak senga yoqadi? Yaxshirog'i. Yaxshi, bu yaxshiroq, to'g'rimi? Ha, albatta. Qani lavani olib keling. Lava? Qani ushla Chandler. Lava tualetga qarshi. Ko'ramiz tualetga nima qila olar ekan. O'sinib ketdi. Eshik ortidagi qariyaga Chandler qarshi. Qarab turishini qara. Juda ham kulgili. Ko'ramiz to'xtash belgisi lavani to'xtata olarmikin. Issiq, juda ham issiq. Shunday qilib, agar yo'lda ketayotganingizda lavani ko'rsangiz, stop belgisidan qalqon sifatida foydalaning, shunda omon qolasiz. Beyzbol tayog'iga kokos qarshi. Hammasi joyidami? Biz buni kutmagandik. Kokosni sinig'i yomon tegdi. Qo'ying endi qaytib kokosdan foydalanmaylik. Hoy, nega? Men Mavrikman, menga hamma narsa mumkin. Lavaga qarshi Sef. Mavrik kodni aytadi. Bilasizmi Mavrik nima qiladi? Nima? Lavadan foydalanadi. Sef yonyapti. Sefning ichida nima bor edi o'zi? Yana Mavrik savdosi. Shirinlik. Buni hech narsa qilmayman, shunchaki qornim och. Quvvatlagichga qarshi lava. Agar bu quvvatlagichni lavaga solsam, o'zidan quvvat chiqarib, meni telefonimni quvvatlay olarmikin, nima deysizlar? Mani to'kirmasmikin? Yo'q, urmaydi. Hoppa, ana endi ko'ramiz. Telefonning ekranini yoqamiz, qani zaryad berarmikin?
Hop. Yo'q, ishlamadi. Tadqiqotchilarga qarshi Dora. Juda ham zo'r ekspeditsiya bo'ldi. Ha bolalar, madidlang. Ha, biz endi tadqiqotchimiz. To'xta, tadqiqotchi dedingmi? Dora, bu yerda bosh tadqiqotchi kim? Bu men. Lava oynaga qarshi. Endi biz shishi idishga lava quyib ko'ramiz. O, juda ham issiq. Chandler, men seni saqlab turaman. Oh, Bu juda ham sekin bo'ldi. unda suv ichsam bo'ladimi? Yo'q, u sinib ketdi. Chandler challenge-ga qarshi. Endi oxirgi so'zni kim aytsa o'shanga $50,000 beraman. Qani boshladik. Nima dedi u? Lava shamga qarshi. Kimda gugurt bor? Senda bormi? Yo'q. Menga berib tur, hozir. Nima qilmoqchisan? Qani quyamiz. Qayerga ketyapsan? Keyingisiga. Bolalar, bu yerda juda ham ajoyib hit kelyapti. PlayStation Xbox One ga qarshi. Endi xuddi Maverick kabi yangi innovatsiyalar yaratishda davom etaman. Meni mashinamda akkumulyatori o'lgan. Uni quvvatlashda endi men bu konsoldan foydalanaman. Jek quvvatladimi? Yo'q. Yaxshi, endi PlayStation ulab ko'ramiz. Quvvatlandimi? O, yurdi. Yaxshi. Demak, hozir Maverick innovatsiyalari ish berdi. Lava muzga qarshi. Aha, mahkam ushla, qani quya qol. Erityapti. Unga qarang. Erityapti, uni qarang. Sefga qarshi ahmoqlar. Lavani xuddi mana shu yerga qo'yamiz. Ehtiyot bo'l. Xo'p, bu ish bermadi endi. Yana bir marta qo'yib ko'ramiz. Bu ikkinchisi. Menimcha buni ochishga butun umringizni sarf qilasiz. Lekin uni ichida meni kredit kartam bor. Ololsangiz xohlaganingizcha pul sarf qiling. Rostdanmi? Yo'q, u ochilmadi. Qani bolalar, yana davom etamiz. Qani kredit kartasi, endi pullarni ishlatamiz. Mana u. Ha, buni ichida kredit kartam bor. Bu meni hamyonim. Hozir qani. Voy, to'xta. Videoga like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Iltimos, oldindan rahmat. Mr. B6